Ustozlik mani aslida qonimda bor. Ajdodlarimda deyarli pedagoglar o'tishgan, ko'pchiligi. Talabalar mani eng mazza qilib ishlaydigan kontingentim hisoblanadi. Ba'zan shunday holatlar bo'ladi, kichkina bolalar rasm chizayotgan paytda o'zini ukasini onasini qo'lida. Assalomu alaykum. Mani ismim Hakimova Iroda Muhammadjonovna. Mutaxassisligim psixologman. 2007-yildan beri shu faoliyat bilan shug'ullanib kelaman va qariyb 2 yildan beri Profi universitetida talabalarga psixologiya fanlarining turli tarmoqlaridan dars berib kelyapman. Psixologiyani bilmadim, menimcha shu tug'ma deydi-yu, balki shu menga xos bo'lsa kerak. Juda ham yaxshi ko'raman. Shu darajada yaxshi ko'ramanki, kasbimda dam olaman. Ustozlik mani aslida qonimda bor. Ajdodlarimda deyarli pedagoglar o'tishgan, ko'pchiligi. Talabalar mani eng mazza qilib ishlaydigan kontingentim hisoblanadi. Nimanidir o'rganishni xohlayotgan talabalar mani ko'proq ruhlantiradi. Emotsional jihatdan bu yengillik beradi. Shuning uchun ham dars bersam mazza qilaman. Dars berish borasida albatta juda ham metodikalar ko'p, juda ham metodlar ko'p, usullar ko'p. Innovatsion usullarda hammasidan foydalansangiz bo'ladi, lekin har doim maqsad bitta bo'ladiki, darsni samarali yetkazib berish. Men shu darsga nisbatan qiziqishni uyg'otishni ko'proq lozim deb hisoblayman. Ya'ni psixoedukatsiya deyiladi. Mana shu meni asosiy dars jarayonidagi usulim. Psixoedukatsiya, ya'ni ma'naviy hamda ilmiy uyg'unlik degani. 3 para 4 paralab leksiya o'qishingiz mumkin, ma'ruza o'qishingiz mumkin, ammo o'tirganlarda shu darsni qabul qilishga nisbatan niyat, istak uyg'otmaguningizgacha siz talabalarni qiziqtirishingiz baribir qiyin bo'ladi. Profi menga juda ham o'zim xohlagan ko'p jihatlarimni ocha olish imkoniyatini bergani uchun rahmat. Hamisha faqat zo'r olg'a va oldinga yurishdan charchamaslik kerak deb hisoblayman. Yaxshiyam borsan Profi. Salomat bo'linglar. Yaxshiyam borsan. Profi University